kattalar ham aytishadi, bizda avvallari allergiya degan so'z bo'lmasdi. Qayerdan keldi o'zi bu degan savollar ko'p uchraydi. Umuman xalq orasida haqiqatan allergiya bugungi kunda bizga qayerdan keldi? Kelib chiqishi qayerdan o'zi? Allergik kasalliklarni aytib o'tadigan bo'lsak, o'zi oldindan bu allergiya bo'lgan. Aslida endi allergiya o'zi o'rganishi yosh ham bo'lgani uchun ko'pchilik allergiyani ham shamolladim deb o'ylashgan. To'g'ri tashxis qo'yilmagan oldinlari. Shu shamolladim deb o'ylab va shamollashga qarshi dorilar bilan davolab yurishgan va tuzalishi ham qiyin bo'lgan. Endi zamonaviy tashxislash, o'z vaqtida to'g'ri tashxis qo'yishlar shuni ko'rsatdiki, allergiya oldindan ham bo'lgan va hozirgi kunda yanada kuchaymoqda. Buni sabablari endi sivilizatsiya, zamonimizda rivojlanishi, transportlarning ko'payishi, havoning ifloslanishi, yeyotgan oziq-ovqatlarimizni ximikatlarni ko'payib ketishi, ayniqsa rang beruvchi vositalarni, aromatizatorlar va ularning aynishini oldini oluvchi vositalarni ko'proq kimyoviy vositalarning qo'shilishi natijasida yana ham kuchayib ketmoqda. Allergik kasalliklar o'zi asosan nasldan naslga moyillik o'tish ehtimoli bor. Ota-onani bittasida bo'lsa 25-40% bolalarga o'tish ehtimoli bor. Agar ham otada ham onada allergiya bo'ladigan bo'lsa 50% dan 80% gacha bolalarga o'tish ehtimoli bor. Bu fanda isbotlangan. Endi bu yashash sharoitiga bog'liq bo'ladi va yeyotgan oziq-ovqatlari va nasliy faktorlarga ham juda ham bog'liqlik joyi bor. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz allergiya ham o'zi mavsumiy kasallik hisoblanadi. Bahorda va kuzda ko'pchilik bemorlarimizda qo'ziydi. Shamollashga o'xshagan alomatlar bilan kelishadi. Burun bitishi, aksirish, yo'tal, tomoq qichishlar bilan keladi. Buni ajratib olishimiz kerak. Shamollashda isitma bilan, ko'proq og'riqlar bilan, yashil balg'am bilan keladigan bo'lsa, allergik kasalliklarda ko'proq aksa urish, qichishishlar bilan bo'ladi. Ko'z qichishi, burun qichishi, aksirishlar bo'ladi-yu, oyoq qo'llarda og'riqlar bo'lmaydi, isitma ko'tarilishi bo'lmaydi bularda va shu allergiyaga chalingan bemorlarimiz o'zi ko'pincha bilishadi. Mana shu mavsum kelishi bilan menda boshlanadi deydi va allergiyaga qarshi dorilardan bular yengillashadi. Shunday. Shuning uchun buni ajratib olishimiz kerak. Shunga qarab to'g'ri davo muolajalari olib boriladi. Mana allergiya bilan kasallanganda ham, shamollaganda ham masalan borganda albatta antibiotik yoziladi-da. Juda ko'p holatlarda. Masalan, mana hozir isitma bo'lmagan holatda antibiotik ichish shart emas deyshadi. Lekin aksariyat hollarda antibiotik umuman bermang bolaga. Bolaga agar rahmingiz kelsa 5 yoki 10 yoshgacha kerak bo'lsa antibiotik bermang deyshadi. Vaholanki biz shifokorga murojaat qiladigan bo'lsak, isitmaladimi, demak antibiotik berish kerak. Shu payt oddiy aholi qaysi tomonga, masalan, tabiiylikami yoki tibbiylikami, qaysi biriga amal qilish kerak? Shuni bilmay qoladi-da. Lekin biz qo'rqamiz, bolamiz istimalab yonimizda qurqur yo'talib turadigan bo'lsa, nima bo'lsa bo'lsin deymiz, tezroq tuzalsin, tezroq mana shu darddan xoli bo'lsin deymiz. Antibiotik aynan shifokorlar yozgan. Ba'zi ota-onalar tushunib qolgan bo'lsa-ku, dozasini deymiz, miqdorini kamaygan, kam miqdorda, kichik miqdordagi bu antibiotik berishi mumkin. Lekin bilmagan holatlarda eng kuchlilarini yozgan taqdirda ham shuni beramiz-da bolalarga. Vaholanki bolalar bunga o'rganib, hali bolaligidan immuniteti pasayib katta bo'lyapti. Shu holatlarda antibiotiklar bizga qanchalik kerak? Kerakmi o'zi? Antibiotiklar qachonki beriladi, mana o'z nomi bilan ham ma'lum, antibiotik bu hayotga qarshi degani. Bu mana shu mikroflorani o'ldirish maqsadida beriladi. Bu bakteriyalarni o'ldirish maqsadida beriladi. Avvalambor biz bilib olishimiz kerak. Bu bemorimizda shamollash virusli shamollashmi yoki bakterial shamollashmi yoki balkim unda allergiyadir. O'shaning uchun mutaxassisga murojaat qilib, buni aniqlab olib, keyin muolaja qilsa bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Ko'pincha hozirgi holatda virusli shamollashga ham antibiotik berib yotishibdi. Ko'pincha keyin ularda allergiyaga moyilligi bo'lgan bemorlarimizda shu doriga allergiya ko'payib ketmoqda. Dori allergiyasining har xil turlari bor, og'ir turlari bor, ko'pincha reanimatsion holatga tushib qoladigan turlari bor. Shuni bemorlarimiz oldin masalan qaysi masalan analginga allergiyasi bo'ladigan bo'lsa,
analgin guruhidagi dorilarni iste'mol qilish yoki ukolni olish kerak bo'lmaydi, mumkin emas bo'ladi. Shuning uchun mutaxassis bilan maslahatlashib, hammasini kerak bo'lsa qon analizlar qilib, virusmi yoki bakteriyami, allergiya bilan birga qo'shilib kelyaptimi, qanday yo'l tutish kerak, shuni mutaxassis bilan maslahatlashgan holda qilish kerak.